Rossiya fuqarolari yoki Rossiyaga ishlaydigan odamlar Germaniyadan pochta orqali siz aytgandek chiplar va maxsus nimalarni O'zbekistonga yuboryapti va O'zbekiston orqali u Rossiyaga borishini ta'minlayapti. Ya'ni aslida o'sha pochtalarda O'zbekiston adresi ko'rsatilgan, O'zbekiston kelmaydi. Rossiya orqali kelib, shu yo'lda to'xtab avtomatik Rossiyaga kirib ketadi va bu narsa janjal bo'lgan, chunki bir qancha jurnalistlar o'sha juda ham katta hajmda paydo bo'lganki, O'zbekistonga Germaniyadan pochta yuborish birdan ko'payib qolgan. Bu shubha uyg'otgan va uni tekshirib ko'radigan bo'lsa, qanday qiladi? Jurnalistlar o'sha chiplarni, demak, O'zbekiston adresiga jo'natgan va ular Rossiyada to'xtagan. Va shundan shubha paydo bo'lganki, hozir keyin janjal bo'ldi. Nima uchun bizni pochtamizni ochasizlar deb. Chunki ochib ko'rilgan yoqda Germaniyada. Bu bittasi. Ikkinchisi, mana 20-sanksiya paketlarining asosiy urg'usi mana neftning narxi bir ko'tarilyapti, bir tushyapti. Mana o'zimni bilaganda shu xataka o'zingiz ko'p aytgansiz, borgan sari tushib boraveradi. O'sha ma'no mantiq qolmayapti-da, o'sha yuqori patolog qo'yishdan. Va hozir bu tashabbusda, demak, Shvetsiya bilan Finlandiya oldinga surgan ikkita davlat aytayaptiki, Rossiyaning yashirin floti bor va Rossiya mana Hindistonga okean, ya'ni dengizlar orqali eng katta Rossiya nefti Hindistonga yetib boryapti. Chunki Xitoyga quvur orqali keladi ko'proq. Endi Rossiyaning mana bu flotini qattiq nazorat qiladigan bo'lsak, avtomatik ravishda Rossiyaga keladigan daromad to'xtaydi yoki pasayadi. Va shuning uchun hamki yashirin flotga katta urg'u berilyapti. Ya'ni 20-paket sanksiyalarning asosiy e'tibori, fokusi, birinchi o'rinda turadigan fokusi albatta nima? Yashirin flotni soyadagi flotni fosh qilish va uni unga nisbatan harakatlar